Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindaşlar. Hemmenlağa Allah'ın salamı bolsun. Mana şunda Xitoy virusi dünyanın hemme yerine tehdit bolup atkan, tarıgan şundaq vekdükülü kunlarda dünyanın hemme joylaridagi qarindaşlarimizni, şundaqla Sharq Turkistondagi qarindaşlarimizni Allah amin xotirjam qilsin, o'z panohida saqlasin. Shundaqla az fursatda vatanimiz Sharq Turkistonda mustaqil bo'lib, hammamizni vatandagi ailelerimiz, urug' tuqqanlarimiz, qulum qo'shni jamoatlarimiz bilan jam qilgan nasib bo'lsin. Qarindoshlar, men o'tgan hafta aytgan biz To'g'on shtatni karantin qilish mumkin deb karantin boshlandi. Shunga qilayotgan namoyish to'xtaldi. Şu vaqtda ham aytgandim, karantin boshlansa men ba'zi mazmunlarda video ishlab chiqarma deb. Shunga men bugun birinchi videoni ishlab taqatdim. Hammalarniki bahri ilishinglarni so'rayman. Shundaqla ko'plab tartib qo'yishinglarni so'rayman. Rahmat. Men bugun temin o'ttirib qo'yishdan ilgari sizlardan bir savol so'ray qarindoshlar. Tomuzning issiq aptaplik bir kunida, chang'i tushda, o'sha etizda o'mo'rayotgan dehqondan yoki xamonda anjisilkayotgan dehqondan sizlar bir so'ranglarki, tag'a osmondagisi quyoshmi deb so'rasanglar, nima deb javob berish mumkin? Agar u dehqon yokendan bo'lsa, ukam siz Beshvadan keldingizmi deyish mumkin. Chunki yakanning Saranglar sanatoriyasi To'masdangisning Beshva degan kentiga joylashgan. Agarchi baxshiyada bo'lib qolsa, yoki Urumchida bo'lib qolsa, 4-o'tirxonadan chiqmagansiz bolangiz deyish mumkin. Demek bugün Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga emas, butun dunyoga tahdid bo'layotgan bir paytda biz shundaq bir savolni so'rashga ham javob berishga majbur bo'lib o'tiribmiz. Xitoy Uyg'urga dushmanmi degan temada. Mana 70 yildan beri Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonda eskilik qilmagan bir kun yo'q qarindoshlar. Bir kun. Her daqiq, her saat, her günü zulüm davamlaşıyotgan bir paytda mana yaqinqi 5 yildan buyon vatanimiz Sharq Turkistonda dunyoda qayta takrorlanmaydi deyilgan, ammo vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tarafidan qaytadan barliq keltirilgan jazo lagerlari qurilib Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik ilib berilayotgan. Buningdan 35 yil ilgirki o'zlarining Uyg'urning ellerini qul, ayollarni xotin qilaydigan shuarimini amillashtirayotgan. Mana shundaq bir paytda bizningki Xitoy bizga dushmanmi deb savol so'rashimiz ichinarliq beklanmaslik ish qarindoshlar. Ama amal yo'q. So'rayapmiz. Şu hem de bu sualını sorduk. Bunun hem cevabını hem verişimiz gerek. Elbette hammaylar deymiz köp kısımda. O Xitoy bizga düşman der. Bunda qanday düşman? Düşman degan nima? Aldidan men şu Uyg'ur izohli o'tidan düşman deganning nimasini izladim qarindoshlar. Düşman degan so'z nima deb? Uyg'ur izohli o'tida bunday debdi. Birinchi, urush janglarda ma'lum bir tarafga qarshi urush qilguvchi yana bir taraf. Men birislar urush qilgan bo'lsa, qarshi taraf menga nisbatan dushman, men qarshi taraf nisbatan dushman. Bu shunday demakchi. Ikkinchisi, dunyo qarash, g'oya, manfaat jihatda o'ziga qarama-qarshi bo'lgan kishi yoki guruh. Manfaat jihatda o'ziga qarama-qarshi yoki yani bir narsa anlamda g'oya, dunyo qarash, endi manfaat jihatda
o'ziga qarama-qarshi bo'lgan kishi yoki guruh. Üçüncüsü, ziyon soladigan, yomonlik qiladigan kishi raqib. To'rtinchi, kishi yoki narsaga ziyon soluvchi narsa yoki hodisa. Mana mushular dushman deb atalgan qarindoshlar. Endi biz uni baxayli. Xitoylar bizga dushmanmi? Xitoylarning bizga dushmanlik emasligini ba'zi qarindoshlarimiz bizga Jungu Kommunistik Partiyasiga dushmanlikda eskilik qilayotganda, shu dushman emas boshqalari. Ya'ni 80 million Xitoy, Jungu Kommunistik Partiyasiga 80 million Xitoy bizga dushman, qolgan 1 milliard 300 milliondan ortiq Xitoy bizga dushman emasdi. Biz ularga ittifoqlashib, Kompartiyani o'rib tashlasak, biz ozodlik chiqdik deb o'ylaymiz. Deyotgan qarindoshlar bor. Endi buni biz Xitoyga dushman emasmi degan narsani, dushmanlik narsasini o'tirib qo'yib bo'ldik. Endi yana bir jihatdan Xitoy degan nima degan narsani tushunib o'taylik. Dushman tushunib o'tdik, Xitoyni tushunib o'taylik. Xitoy degan qarindoshlar, Uyg'urlar deyotgan Xitoy ikki turga bo'linadi qarindoshlar. Biri Xitoy davlati. Vatanimiz Sharq Turkistonni tarixdan beri tajovuz qilib, egallab, o'zininki tapınası tutturish niyat qilgan Xitoy davlatini ko'rsatdi. Xitoy degan hukm Uyg'urchadagi. Ikkinchisi, o'sha davlatga o'z tavalligini bildirgan xalq. Ya'ni Xan deb atalgan bu millatni o'z asos qilgan va boshqa bir qaysi bir turkum millatlarni o'z ichiga olgan mush davlatning xalqi. Mush ikki narsani ko'rsatdi. Bizda aytgan Xitoy. Endi biz mushular bizga dushmanmi? Xitoy davlati dushmanmi? Dushman. Chunki vatanimiz Sharq Turkiston tajovuz qilgani Xitoy davlatidir. Davlat sifatida Xitoy bizga dushman. Ikkinchisi, Xitoy xalqi bizga dushmanmi? Dushman. Chunki o'z davlatining Sharq Turkistondagi ishg'oliyatchiligini, Sharq Turkiston ilib berayotgan barliq mustamlika harakatlarini qo'llaganligi uchun ular dushman. Endi biz bu Xitoyning dushmanligini 4 jihatdan sharhlab o'taman qarindoshlar. Birinchisi, Xitoy bizga tarixiy dushman. Xitoy bizga qanday tarixiy dushman? Oliy maktabda o'qib qoqqanlarningki, hammamiz bilamiz, o'tadigan Xinjiang Difanshi deydi. Ya'ni Xinjiangning yerlik tarixi de bir dersi var. Şu dersi o'rgangan bo'lsak, hammalarga so'zlagan bo'lsa, shunday so'zlagan. 2002-yillari, 2001-2002-yillari men Ma'rif institutida o'qitgan vaqtlarimda bizga tarix mush dersi bir Xitoy xonim berdi. Shunday ders o'tdi bizga. Zhang Jian miloddan ilgari 110-yili bizning vatanimizga, g'arbiy yurt deydi o'chadi ular tilda. Sharq Turkistonga elchi bo'lib kelgan. Xitoylarning bizning vatanimiz Sharq Turkistonni azaldan Xitoyning bir qismi deyishdiki, bir dalili mushuni keltirdi bular. Aningdan keyin Zhang Jian elchilikni tamomlab qaytib ketgandan keyin miloddan ilgari 50 yildan keyin miloddan ilgari 60-yili Benchao boshchiligidagi Xitoy qo'shini bizning vatanimizga tajovuz qilgan. Bu Xitoylarningki tarix nomalarida shu Xitoylar bizning vatanimizga kirib, g'arbiy yurtda qo'riqchibek mahkamasi ta'sis qilganligi haqida bir siziq bir tarix bitilganligi uchun agar bu tarix rost bo'lgan taqdirda shu vaqtda qo'riqchibek mahkamasi ta'sis qilganini dalil qilib turib, mush ikki tarixni dalil qilib turib, Sharq Turkistonni, ya'ni hozir Xitoylar ta'vatgan Xinjiangni Xitoyning azaldan ayrilmas bir qismi deb da'vo qiladi. Amaliyotda Xitoylarningki shu bizning vatanimizni Xitoyning azaldan ayrılmaz bir qismi degan davosining o'zida logik jihatdan biz xatoliklar bor qarindoshlar. Qanday xatolik bor desanglar? Masalan, Xitoy azaldan Xitoyninki o'zininki
asas quruqligidagi Sichuan, Shandong qatorliq o'ziga tava azaldan o'ziga tava o'lkalarni da'vo qilmaydi-ki, Sichuan azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi deb da'vo qilmaydi. Ammo vatanimiz Sharq Turkistonni dunyo ahliga, shundaqla bizlarga o'zimizga singdirish uchun Sharq Turkistonni azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi deb da'vo qiladi. Nima ish qilgan chog'da? Azaldan sana bunun qarshi tarafida azaldan sana taalluq emasdi bu ya. Yani azaldan sana taalluq bo'lmagandan keyin uni sen to'g'lab yurib, azaldan menga tavati deb turib haq ishondirishing kerak. Azaldan sana taalluq narsani sen deb da'vo qilmasang, azaldan sana taalluqni hammadan biladi. Mana bu masala. Ondan keyin muallim bizga ash darslarni o'tdi. Dars o'tgandan keyin men so'radim muallimdan. Demli shaliq. Muallim sen hozir. Siz shu Jangchenninki bizning vatanga elchilab kelganligini, g'arbiy diyorga elchilab kelganligi va Benchowninki Qo'riqchilik mahkamasi tasdiqlagan asosan bizning vatanni Xitoyning ayrilmas bir qismi dedingiz. Desam, deydi. Undaqda siz anlang hozir. Beijingda Amerikaning elchixonasi bormi? Bor. Afg'onistonda Amerikaninki bazasi bormi, harbiy bazasi bormi hozir? Bor. Undaqda bir qancha yüz yildan keyin yoki bir ming yildan keyin Amerika butun Xitoyni Jungu Amerikaning ayrilmas bir qismi yoki butun Afg'oniston Amerikaning ayrilmas bir qismi desa bu tarixiy uyg'un bo'ladimi desa, nima deganing bu deydi. Siz dedingiz ku Jangchen bizning g'arbiy yurtga elchilab kelganligi uchun Benchow harbiy baza ta'sis qilib Qo'riqchilik mahkamasi ta'sis qilganligi uchun bizning vatan Xitoyga tavab ketdi emasmi sizlarga? Undaq bo'lgan ekan, 1000 yildan keyin Amerika Beijing boshchiligidagi butun Xitoy bizga tava desa, to'g'ri bo'lish kerak. Jangchen kelganligi uchun bizning vatan Xitoyga tava bo'lgan bo'lsa, Benchow armiya kelganligi uchun bizning vatan Xitoyga tava bo'lgan bo'lsa, Afg'onistonmi Amerikaga tava bo'lish kerak. Xitoymi Amerikaga tava bo'lish kerak desam, sening iddiyoda masala bor ekan. Yo'q. Siz ma tushundigan masala mushunaq masala. Muallim. Unda siz qanday bir nima asas tushundirib turgan undaqda? Qandaqmi bu bir elchi kelib qo'yganga bir zamin, bir davlat tava qildi. Qandaqmi bir qo'shin tortib, o deb kelib qo'yganlik uchun bir yerga tava qildi. Desam iddiyoda masala ekan. Yo'q, iddiyoda masala yo'q. Siz tushundirib tursangiz tushundirmay nima chayindi? Bo'ldi undaqda xolos deb o'tkazatdik. Mesele muşu qarindoshlar. Lekin bu tarixiy masalani biz nimani tushunamiz? Xitoylar uni da'vo qiladi. Biz nimani da'vo qila olamiz bundan degancha bir narsa qarindoshlar. Buningdan 2000 yil ilgari, milodidan ilgariki davrdan boshlab Xitoydan iborat bu nafs buzuqlarninki vatanimiz Sharq Turkistonni o'z hokimiyatiga ishg'oliyat ilish, tajovuzchilik qilish tun iborat yomon g'arzining niyatining borlig'ini bilalaymiz qarindoshlar. Demak, o şu vaqtdan boshlab millatning ilgariki 110 60 yillardan boshlab Xitoy bizga dushman. Chunki o şu vaqtdan boshlab bu vatanimizni tajovuz qilib ishg'ol qilish niyati bo'lib kelgan. Mushuni o'rganamiz qarindoshlar bu tarixdan. Ikkinchi qadamda Xitoylar Tang sulolasi davrida vatanimizga yana bir tajovuz qilgan qarindoshlar. Vaqt Sharq Turkiston G'arbiy Turkiston hammani ishg'ol qilib bular o'z hokimiyatiga olmoqchi bo'lgan. Allohning yordami bilan Turk bo'ylarida Talasda, ya'ni Turk bo'ylar Talasda 751-yili Gavshanchi boshlig'i Tang sulolasi Xitoy qo'shinlari sharmandalarcha mag'lub bo'lib qochgan qarindoshlar. Gavshanchi qarindoshlar, men bir narsani eskartib qo'yay. Xitoy emas, Chavshan millatidan. Shu qandaqdir bizlik nimani? Bu yerda bizga dushman bo'layotgan narsa hokimiyat, davlatni idora qiluvchilar hamda oshini qo'llovchi xalq. Bir davlatni bir xalq mushmining davlatim deb e'tirof qiladi ekan Xitoyni. Aşının hammasi bizning dushmanimiz.
751 yılı şermenlicelik kaçkandan keyin ta ki Manchu imperiyasi vatanimizga tajovuz qilgan qadar Xitoylar biz tarafga qarashga vaqt chiqaramagan, jur'atmi qilamagan. Chunki bu yerda ikki narsa. Biri Xitoylarning o'zini kuchi ojiz o'chaqda ular anandan keyin Tansulasdan keyingi davrlarda Uyg'urlar Tansulasning davrining o'zida ham Uyg'urlar siliq to'lidi, baj to'lidi, malikalarni ba'di shunda biz endi bilalaymiz-ki Köktürk xonligi davridagi nimalarda, tosh obidalarda tarixlar bitildi. Xitoyning bizga qandoq dushmanlik haqida, ularni qandoq ehtiyot qilishimiz haqida atalar bizga so'z qoldirib ketdi. Anandan keyin qarindoshlar, biz bu ikkinchi qitimliq tajovuzchilikdan keyin Xitoylar o'zi ojiz edi. Bu bir. İkinciden ular Mongol ve Manchu qatorliq millatlarninki qo'l ostida ikkinchi darajalik fuqarolar yashab keldi qarindoshlar. Ular bosh ko'tarish imkoniyati bo'lmadi. Taki Manchularninki, Manchu imperiyasininki oxirgi davrda, ya'ni 1880-yili Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonni tamam ishg'ol qildi. Shu vaqtga Qashqaryo davlatini ag'dirib, to'liq ishg'ol qilib 1884-yili vatanimizning ismini hozirgi yangi territoriya deb atalgan Xinjiangga o'zgartdi. Mana shu vaqtdan boshlab vatanimiz to'liq holatda Xitoy territoriyasiga qo'shib o'tilgan qarindoshlar. Buni biz bilishimiz kerak. Demek, mana mushu nuqtalardan Xitoy tajovuzchilari bizning tarixiy dushmanimiz. Tushunishib bo'ldimi qarindoshlar? 3 nuqta var berim bu yerda. Miloddan ilgari Benchavning tajovuzchiligi. Miloddan keyin 751-yildagi Tang sulolasining Gaoshanji boshchiligidagi Tangsulas qo'shininiki tajovuzchiligi. Anandan keyin 1880-yili Zhou Zongtang boshchiligidagi Xitoy qo'shinlariniki, ya'ni Zhou Zongtang o'zi Xitoy, uning qo'shinining ko'p qismi Xitoy. Ayni vaqtda Zhou Zongtang Sharq Turkistonga tajovuz qilgan mezgillarda Manchu ordusidagi, Manchu xonligidagi Xitoylarning kuchi cho'ngaygan. Hattoki xonlik Sharq Turkistonga hujum qilishda talash tortishilib, eng oxirida Xitoy qo'shildi. Xitoy taraflarininki gepi yuqori kelib, Sharq Turkistonga shu vaqtdagi o'rnida oltin, kumush, xazina bo'lmagan ahvol ostida qarz olib turib, shu vaqtdagi imperiyalardan, atrofidagi har qaysi imperiyalardan, cho'ng imperiyalardan qarz olib turib, Sharq Turkistonni tajovuz qilib, ishg'ol etib olgan qarindoshlar. Shunga mana shu 3 nuqtadan Xitoy bizga tarixiy dushman. Qarindoshlar, bugungi birinchi nuqta musha oxirlashdi. İnşallah ikkinchi nuqta Xitoylar Uyg'urlarga milliy dushman degan nuqta inshaalloh erta huzuringlarda bo'ldi. Rahmat.